To'xtanchigar, startiviy $180,000 so'ralgan hovlimiz hozirgi paytda pul yonib turgani uchun $135,000 sotilib ketilyapti. Lekin choning Toshkent shahari ichidan bunaqa lokatsiyadan bunaqa yangi qurib bitkazilgan hovlini umuman topolmaysizlar. $135,000 so'ralyapti. 2,5 sotixdan iborat. Mahallasini, ko'chasini ko'rib turibsiz. Tinchshinam, tekis mahalla bo'lib turibdi, o'zbekona mahalla. Katta ko'chaga adashmasam 200 metr chiqadi yo'q. Qarang, asosiy darvozxonadan kirib kelgan darvozxona hovlimizni ko'rib turibsiz. Bemalol ikkita mashina olib kirib qo'yishlar bo'ladi. Oyog'imizdan tek burchakdan chiqqan, devorlar travertindan chiqqan. Ichkari remont holatlarini ko'rib turibsiz. Tepa tarafimizga zal va alohida boloxonalarga chiroyli qilgan xonalarni alohida aboylardan chiqarib qo'yganlar. Haqiqatan juda ham chiroyli remontlardan chiqqan uy ekan. Qarang, kelganimizda ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonalarimizni ko'rib turibsiz. Chiroyli holatda turibdi. Kirish kerak, kiyim-kechakni olib kelib mazza qilib yashash kerak dedi-yu, yozgi oshxonalarga alohida like bosishni unutmanglar. Yon tarafimizdan ko'radigan bo'lsak, alohida yana bitta mini zal va tepa taraflarimizga ikkita xona tushyapti. 5 xona, 3 ta sanuzelga ega bo'lgan, podvallari bor bo'lgan aynan shu hovlimiz $135,000 ga srochni ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi. Sotsam 2-3 kun sotaman, bo'lmasa sotmayman deb ulgurib qolsanglar, ulgurdinglar. Bo'lmasa xafa bo'lib qolishinglar mumkin. 2,5 sotix yer maydoniga tushgan Sergeli tumani Xonobod Nomdaney mahallasida joylashgan Elbrus to'yxonani turib, parasiy ko'chadan kelasizlar. 200 metrgina kirganimizda aynan shu yerda joylashgan, aynan shu hovlimizga tezroq ulgurib kelib, sotib olib baraka qilsanglar. Pastdagi raqamga telefon qiling, ulgurib qoling.